Har bitta hayvonni, mahluqotda o'zini tili bor. O'sha tilida ular tasbih aytar ekan, faqat biz tushunmaymiz uni. Innahu kana haliman g'afura oyat oxirida Alloh taolo halim, g'afur ekanligini ta'kidlab ketyapti. Bu nima degani? Ya'ni tasavvur qiling, butun borliq Allohga tasbih aytsa-yu, hamd aytsa-yu, insonlar 20 yildan beri yashaydi bu dunyoda. 30, 40, 50, 60 yildan beri yashaydi bu dunyoda. Lekin tasbih aytmaydi. Shu uchun halim degani shu zahoti azoblamayapti bu insonni, mana shunaqa g'ofil bo'lib yurganligi uchun. Lekin bir muddat tashab qo'ydi degan. Ketidan g'afur degani agar tavba qilib Allohga qaytadigan bo'lsanglar va Allohni zikr qilsanglar, kechirimli degani. Alloh kechirimli degani. Quyosh uni ustida ko'tarilgan biron bir narsa yo'qki, illa Allohga tasbih va hamd aytadi. Kimdan boshqa deganda qarang, illa ma kana minash-shayotin. Shaytonlardan va odam bolasini ahmoqlaridan boshqa deyapti Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni tasbihni kim aytmaydi desa, shaytonlar tasbih aytmaydi va odam bolasini ahmoqlari. Chunki hatto tog'lar tasbih aytadi. Arshni ko'tarib turadigan maloikalar va uni atrofidagi maloikalar, nihoyatda buyuk mahluqotlar haqida gap ketyapti. Arshni ko'tarib turadigan maloikalar Allohga tasbih va hamd aytadi va Allohga iymon keltiradi va iymon keltirganlar uchun istig'for aytadi. Va aytishadiki, Robbana, sen butun borliqni o'zing rahmating va ilming bilan qamrab olgansan. Faghfir lillazina tabu, tavba qilganlarni gunohlarini kechirgin. Wattaba'u sabilak, seni yo'lingni tutganlarni o'zing gunohini kechirgin va ularni jahannam azobidan o'zing qutqargin deb duo qilishadi. Ya'ni o'sha arsh ko'tarib turgan